Bo'lsa bo'lsin, haqqa bo'lsin. Bozordan 3 barobar arzon qo'lish vositalarni olsalar bo'ladi. Qarang, qancha kerak? Oling, qancha kerak? Mana shundan donasidan kamida 2000 so'mdan pul qoladi. Qaranglar, parachoklarni ko'ryapsizlarmi? 4000 so'mdan donasidan qoladi. Kirsovlarimizdan donasidan 600 so'm qoladi. Mana bumizdan donasidan 500 tovuq ham bor ekan. Kimga mana shunday xomashyolar kerak bo'lsa, buning uchun siz apparat sotib olishingiz kerak. Ko'ryapsizlarmi? Apparatlar har xil bor. Gel apparat, kirsovli apparat, parachok apparatlar, xomashyolari bilan, reseptlar bilan hammasini o'rgatib qo'yadi. Mana shu apparatimiz $500 barabarni bochkasi, mikseri bilan hamma resept bilan $500 olsangiz bo'ladi. Kirsovli apparatimiz soatiga 1000 ta ishlab chiqaradi, $700 ga ochiq bo'ladi, $800 ga atrof o'ralgan bo'ladi. Tayyor xomashyolar ham 1 kilosi 11 ming so'mdan bo'ladi, dastavkasi bilan bo'ladi. Mana bu barabarimiz ko'ryapsizlar, bitta bosib qo'ygan bo'lsangiz soatiga kamida $60 dan pul topasiz. Xohlagan reseptingizni ichida o'rgatib qo'yadi, narxlari har xil bo'ladi. Bundan tashqari ko'p gapirolmasdan sifatini ko'rsatsangiz, parashoklarning sifatini ko'rsatib beraman. Qaranglar, parashokni sepamiz, sepganimizdan keyin shunday gupirtirib olamiz, ko'ryapsizlarmi? Zo'ridan bo'ladi. Kimga mana shunaqangi reseptlarni o'rganmoqchi bo'lsalaring, Farg'ona viloyati Dang'ara kelsalaring, hamma apparatlarni o'rganasizlar, yotog'i, oziq-ovqati hammasi ichida ekan. Bir kunda o'rgansalaring bo'ladi. Bemalol kelib zakaz qilishlaring mumkin. Bizning kanaldan chiqargan chegirma zo'ri bo'lar ekan, bosaverasizlar.